Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bu meni YouTube ga qo'yayotgan birinchi to'liq videoyim. Ismim Ibrohim Akmalov. O'zim haqimda to'liq video qilishga qaror qildim. Ya'ni bu sohaga qanaqa qilib kirib kelishim haqida sizlarga qisqacha gapirib beraman. Avvalambor o'sha faoliyatimni 2017-yilda media sohada boshlaganman. O'sha bu narsa menda yoshlikdan bo'lgan media sohaga qiziqish. Ya'ni 2017-yilda esingizda bo'lsa My5 telekanali bo'lardi. O'sha yerga borib stajyor bo'lganman. Ya'ni o'sha efirlarga materiallar tayyorlash bo'yicha stajyor sifatida ishlaganman. 6 oy bu telekanalda ishladim va bu sohaga bo'lgan qiziqishim ortdi va undan keyingi faoliyatim уже universitetga kirganimdan keyin pechatniy jurnalda boshlandi. Ya'ni bizda o'sha paytda esingizda bo'lsa 17-18-yillarni aytib beryapman. U paytda juda ham o'sha bosma soha juda ham rivojlangan edi va shu sohaga kirib keldim. Biz bu sohada reklama bo'yicha ishlardik, ya'ni reklamli jurnal bo'lardi. O'sha yerda biz bu jurnal uchun reklamalar sotganmiz va bu sohaga qiziqishim yana ham ortib ketdi. Bu ham mediani orasida edi. Lekin 2019-yilga kelib hammanglarning xabaringlar bor, lockdown boshlandi va ko'p offlayndagi bizneslar to'xtab qolganligi sababli bizda ham ishimizda ozgina orqaga ketishlar boshlandi va shu sababli jurnalimizga kelayotgan klientlarning potoki ham kamayganligi hisobiga biz o'sha jamoadagi bolalar bilan SMM agentligini ochishga qaror qildik, chunki o'sha payt SMM eng o'sha aktuallashib borayotgan payti, cho'qqiga chiqayotgan payti edi. Shu sababli biz jamoadagi bolalar bilan SMM agentligi ochishga qaror qildik va o'zimizdagi o'sha bor mijozlarimizga bu takliflarni berishni boshladik. Bu o'zini samarasini berdi. Bir hafta 10 kunda уже birinchi klientimizni oldik. Undan keyin bir oy davomida men hisoblab chiqqanman, 50 million оборотga chiqqanmiz bu proyektimiz orqali va mijozlarimizga yana bitta yo'nalishda manfaat berishni boshladik. Lekin o'sha lockdownlar tugab, karantinlar tugab, o'sha har xil cheklovlar yechilgandan keyin bu biznesimiz yana ham kamayishi, mijozlarimiz soni kamayishi boshladi, chunki yana bizning fokusimiz jurnalga ketib qoldi va SMM agentligiga e'tiborimiz yana ham pasayib ketib qoldi. Shu sababli bu biznes o'sha uzog'i 1 yilga bordi umri. 2021-yilda o'sha bu biznesdan to'liq chiqib ketdik. Lekin meni o'zim shaxsan bu agentlikni tashkil qilib, o'zim alohida SMM agentligi ochaman degan niyatim baribir ko'nglimda bor edi va 2021-yil oxirida o'sha jurnaldan ketdim. 2022-yil boshida, yanvar oyida o'zim firmalar ochib, bu sohaga kirib keldim. Kirib kelishim ham juda ham ajoyib bo'ldi. Hech qanaqa mijozim yo'q, hech qanaqa ofisim yo'q. Bu sohaga kirib keldim va mijozlarni izlashni boshladim. Meni eng mijozlarga yaqin qilgan yo'l bu o'sha eski kompaniyada ishlaganimda juda ham ko'p tadbirkorlar bilan tanishgan edim, shaxsan tanishgan edim va ularga ushbu takliflarni berishni boshladim. Birma-bir qo'ng'iroq qilib agentlik ochganimni va o'sha ularga sifatli mana shu xizmatlar ko'rsata olishim haqida ma'lumotlar berishni boshladim va birinchi shartnomamga erishdim. Uni ham uyda o'sha shartnomaga erishganman. Podshipnik ishlab chiqaradigan, ya'ni import qiladigan kompaniya bor edi. Ular bilan shartnoma qilib, o'sha uni ketidan birma-bir boshqa klientlarni olishni boshladim va loyihalar olishni boshlaganimdan keyin menda o'sha ofisga talab boshlandi, chunki ko'p mijozlar ofisingiz qayerda ko'rishamiz degan savollarni berishgandan keyin Space degan coworking markazi bor, bugungi kunda ham bor. O'sha Labzeydan birinchi ofisimni olganman, esimda bor. 2 kishi sig'adigan o'sha VIP xonasi bor edi. U yerda spesialniy o'sha xonani olganman. Telefonda ko'p obzorlar qilardim, переговорlarim bemalol bo'lishi uchun o'sha xonani olganman va shu yerda aprel 2022-yil aprelida adashmasam shu yerda faoliyat boshlandi va shu ofis olganimdan keyin u yerda birinchi o'sha grafik dizaynerni jalb qildim bu yoqqa, chunki u paytda hali unaqa video reelslar rivojlanmagan paytda grafik dizayner bilan birgalikda ikkalamiz to'liq proyektlarni olib, chunki qolgan joylarni o'zim yaxshi tushunardim, targetlari, boshqa proyektlarni yuritish, content plan degan narsalarni o'sha yerda proyektlarni yurg'izishni boshladik va proyektlarning soni ko'paydi, chunki o'zimni keyslarimni ko'rsatyapman mijozlarga, bugungi kunda yuritayotgan keyslarimni, ular uni ko'rib men bilan o'sha shartnomalar qilishni boshlashdi va shunaqa qilib klientlarimiz, mijozlarimizni sonini oshirib bordik va 2023-24-yil ham shunaqa tarzda o'tdiki, SMM atrofida yuribmiz, brendinglar qilib beryapmiz, saytlar qilib beryapmiz, lekin
qanaqadir mijozlarimizga o'zim xohlagandek qanaqadir qiymat bera olmayotgandek tuyulardi. Chunki misol 7 ta 8 ta proyektni yuritamiz, lekin o'zim xohlagandek globalniy miqyosga chiqmayapti proyektlar va qanaqadir ma'noda SMMdan charchab qoldim. Ya'ni shu qanaqadir yangi nisha bo'lsa-ki, mana shu sohani mediani ichida o'sha sohaga o'zgartirib, faoliyatimni yana ham mijozlarga manfaat beradigan yo'nalish bo'lsa deb va 2025-yil boshida, men adashmasam, fevral-mart oylarida bitta mijoz kelib qoldilar oldimga. Men hech qanaqa reklama, boshqa narsalar qilmagandim. Shaxsiy brend qilib bera olaysanmi degan zapros bilan kelib qoldilar va o'sha zapros orqali biz ularning shaxsiy brendlarini qurishni boshladik. Hali o'zimga profilimni yurg'izmaganman, hech qanaqa kontentlar qo'yilmagan, ularga qo'yishni boshladik va qisqa vaqt ichida ularni profillariga juda ham ko'p obunachilar olib kirdik va o'sha qo'yayotgan kontentlarimiz yaxshi qabul qilindi ularning obunachilari tomonidan. O'sha o'zimning profilimni ham aktivni yuritishni boshladim va qo'yayotgan kontentlarimiz asta-sekin prosmotrlar olib, taxminan 3-4 kun ichida 10 mingta obunachi kirdi mani profilimga ham va bugungi kunda ham bu narsani davom ettirib kelyapmiz. Undan keyin bu sohadagi eng yaxshi mutaxassislardan biri Asror Iskandarov kurslariga ham yozildim, ya'ni shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha va bugungi kunda ular bilan ham birgalikda maslahat har bittani qaysi proyektim bo'lsa, ular bilan maslahatlashib bu narsalarni olib boryapmiz va bugungi kunda shaxsiy brendga to'liq agentligimizni o'tkazganmiz va bugungi kunda agentligimiz orqali o'sha shaxsiy brend bo'yicha boshqa mijozlarimizga ham taklif berib, yangi proyektlarni boshlayapmiz. O'zimizni ham loyihalarni ustida ishlayapmiz, ya'ni o'zimning profilim, YouTube kanalim va boshqa mijozlarimizga ham bu yo'nalishda manfaat bermoqchimiz. Agarda shaxsiy brend qurish bo'yicha ko'proq sizga foydali ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Men kanalimni juda ham aktivni yuritishni niyat qilganman va bu yo'nalishdagi juda ham foydali ma'lumotlar, oxirgi tendensiyalar haqida kontentlarni qo'yib boraman.